Obunachi degani shunaqa bo'ladi. Mana 600 kilometr masofani bosib, okamlar Qarshidan bizga kelibdilar, ishlarni qildirgani. Oka, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Shu ishlarga keldingizmi yo boshqa ishingiz ham bormi shaharda? Yo'q, shu ish. Shunga Xudo xolasa jentrani olib kelganlar, jentralarga Xudo xolasa bezazor qilib Malibu 2 baridan, original richegidan, Malibu 2 rulidan ustonovka qilib beramiz. Xudo xolasa bir dona samarasi ishlatilmagan holatida. Xudo xolasa ish jarayonlari ketyapti. Mana ichki tomonini ham ko'rsanglar bo'ladi. Telari shunga qilingan. Bu yerda hamma narsa platali bo'ladi. Ochganingizda barda akani Hindistonning simlarini, yo'llarini bo'lmaydi. Mana ko'ryapsiz, akkuratni hamma narsasi. Hozir shaxtani kiydiramiz, podogreflarni hammasini ishlatib beramiz. Oka, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa ishingizni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Klient bo'lib qolasiz. Qarshidagi akalarimizga mana ishda shaharda elitda ishim bitdi deb olib kelaverasiz, oka. Shunaqa gaplar. Kimga sifatli ustonovka xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol elita avtotuning kelib ishinglarni bitkazib ketsanglar bo'ladi. Qarshilik akalarimiz bitta like bosib, kommentda podдержка qilib qo'yasizlar. Mana akalarimning nomerlari ham tushsa mana, oka, esdalik bo'lib qoladi shu video siz bilan menga, oka. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kelaverasizlar.